Rahmatli Farhod Mannopovni esingizda bo'lsa, bitta gaplari bor edi. Boshida boshlaganimda, shu boshlab endi kelayotgan paytida mehmonlardan tortib, tanish bilish, bitta-ikkita o'rtoqlar hammasi kulgan. Masjiddan o'tib, senchilib naridan chiqib ketganda ham o'tiraverardi. Qachon katta bola bo'lasan, qachon tayinli ish qilasan degan insonlar mana hozir balki meni kuzatib o'tirishgandir. Bu gaplarni nima uchun gapiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Sababi bugun biz 500 million, ya'ni 500 ming obunachiga ega bo'ldik. Mana shu sonlarning orqasida qancha mehnat, qancha mashaqqat, qancha yig'lash, ko'z yoshli bo'lgan, qancha uyqusizlikdan kechilgan bu. Mana shu vaqt, mana shu narsalar uchun. Sizlarga men kattakon rahmat demoqchiman. Yaqindagina 100 ming obunachini nishonlagandik sizlar bilan birga va bugun 500 million va 1 millionni nasib qilsin sizlar bilan birga nishonlash. Hammaga rahmat, men addushi rahmat deyman sizlarga. Chunki men hali ham tasavvur qila olmayman 500 million. Rahmat.